sinmag'incha hisobimiz. Aziz obunachilarimiz ko'ringlar. Kobaltda ezib ko'rsatamiz. O'tgan safar Laboda ezdik. Yengildilar. Mana Kobaltda ezib ko'rsatamiz. Haydang. Mana. Ko'raveringlar. Aziz obunachilarimiz mana. Mana. Endi bu tomon mana. Butun. Endi manamisiga nima deysiz? Aziz obunachilarimiz ko'ringlar mana. Salkam 1 tonnalik mashina. Har bitta balonida o'ziga yarasha yuk turibdi. O'sh 250 kg, 300 kg, 500 kg akalardan bemalol ko'taradi. Ko'raveringlar mana. Kraskalar toza Turkiya kraskalaridan. Matollarni ko'ravering, xudo xolasa. Siz obunachilarga ko'ring, ishda xudo xolasa mana. 320 ga 115 lik akvaringlar. Simalali xudo xolasa. Oyoqlarini ham ko'ravering, simala gullari bilan. Stol-stulimiz ham o'ta zo'ridan, baquvvatidan, mashinada ezib ham ko'rsataveramiz. Otib yorsa ham hech bola bo'lmaydigan zo'ridan bo'ladi albatta. Kimga shunaqa stol-stullar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bizda cheklanmagan miqdorda stol-stullarimiz bor. Aziz obunachilarimiz, buni ichini ko'ringlar, xudo xolasa, mana ichini. O'ta tana holatda. Buni har bitta donasi 65 dollar va 70 dollardan bo'ladi. Stolimizning narxi 350 dollarga tushirib qo'ydik. Siz obunachilarga kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ekranda raqamlar. Like bosish esdan chiqmasin, sog' bo'lasizlar.